وروحي أحرفي ولساني عربية حسبي بأنك منطقي وبياني. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Azizlar, sizlar bilan arab alifbosi darsimizni davom etkazamiz. Bugun sizlar bilan inshaalloh ha harfi bilan tanishib o'tamiz. Demak, o'tgan darsda sizlar bilan xo va undan oldingi darsda esa jim harfi bilan tanishib o'tdik. Ha harfi ham xuddi shular shaklidan, faqatgina ha harfda hech qanday nuqta yo'q. Ya'ni agar ustida nuqta bo'lsa xo bo'ladi, ostida nuqta bo'lsa jim va hech qanday nuqta yo'q bo'lsa ha harfi bo'ladi. Bugun sizlar bilan ha harfi bilan tanishamiz. Muallim Soniy kitobidagi so'zlarni men doskaga yozib ko'rsatib beraman. Darsimizda odatdagidek siz azizlar ham yozishni unutmang. Demak, boshladik. Bismillahirrohmanirrohim. Demak, ha harfining so'z boshida kelishligi xuddi xo harfidek. Ha harfining so'z boshida kelishligi, ha harfining so'z o'rtasida kelishligi, ha harfining so'z oxirida kelishligi. Bu ha harfi. Ha harfiga fatha qo'yamiz. Ha bo'ladi. Kasra qo'yamiz. Hi bo'ladi. Domma qo'yamiz. Hu bo'ladi. Demak, so'zni yozishga kirishamiz. Demak, ha va ya harfi. Ha harfimiz fathalik ha, ya harfimiz esa sukunlik hay. Hay. Keyingisi esa ha va lam harfi. Ha harfimiz fathalik ha, lam harfimiz esa sukunlik hal. Hal. Keyingisi ha harfi va qarindoshi ja harfi. Demak, ha va ja harfi. Ha harfi fathalik ha, jim harfi esa sukunlik haj. Haj yoki bu shaklda yozilsa ham bo'ladi. Haj. Bu shaklda yozilsa ham bo'ladi. Demak, haj. Haj. Keyingisi esa ha harfi va sin va nun harf. Demak, ha va sin va nun harfi. Ha harf fathalik ha, sa, ana hasan. Hasan. Keyingisi esa ha harfi va sin harfi va ba harfi. Ha harfimiz fathalik ha, sa harfimiz ham fathalik hasa, ba harfimiz sukunlik hasab. Hasab. Keyingisi esa ha harf va sa harfi va dal harf. Demak, ha va sin va dal harfi. Ha harfimiz fathalik ha, sin harfimiz ham fathalik hasa, dal harfimiz sukunlik hasad. Hasad. Keyingisi esa mim va ha va sin va nun harfi. Demak, mim va ha va sin va nun harfi. Mim harfimiz dommalik mu, ha harfimiz sukunlik muh, sin harfimiz kasralik muhsin, nun harfimiz sukunlik muhsin. Muhsin. Keyingisi esa demak, mim va ha va sha harfi. Sha harfi. Mim harfimiz fathalik ma, ha harfimiz sukunlik mah,
sha harfimiz esa fathalik. Mahsha. Ro harfimiz sukunlik. Mahshar. Mahshar. Keyingisi esa mim va nun va ha harfi va ro harf. Demak, mim va nun va ha harfi. Mim harfimiz kasralik, mi, nun harfimiz sukunlik, min, ha harfimiz fathalik, minha, ro harfimiz esa sukunlik. Minhar, minhar. Keyingisi esa demak mim va ha va fa harfi va lam harfi. Mim harfimiz kasralik, mi, ha harfimiz sukunlik, mih, fa harfimiz fathalik, mihfa, la harfimiz sukunlik. Mihfal, mihfal. Keyingisi demak alif hamza fatha a va ha harfi va sin va nun harf. Nun harf. Ha harfimiz sukunlik va sa harfimiz fathalik, ahsa, nun harfimiz ham sukunlik. Ahsan, ahsan. Keyingisi alif hamza kasra, i va mim va ta harfi va ha harf va nun harf. Demak, mim, alif, mim va ta va ha va nun harfi. Mim harfimiz sukunlik, im, ta harfimiz fathalik va ha harfimiz ham fathalik, imtaha, nun harfimiz ham fathalik, imtahana, imtahana. Keyingisi demak ya, demak ya, mim va ta va ha va nun harflari harakat qo'yib birgalikda o'qiymiz. Ya harfimiz fathalik, ya, mim harfimiz sukunlik, yam, ta harfimiz fathalik, yamta, ha harfimiz kasralik, yamtahi, nu, yamtahinu, yamtahinu. Keyingisi va ha va lam harfini yozamiz. Demak, mana ha va ta va mim va lam harfi harakat qo'yib birgalikda o'qiymiz. Ha harfimiz sukunlik, ih, ta harfimiz fathalik, ihta, ma, la, ana. Ihtamala, ihtamala. Mana ya va ha va ta va mim va lam harfi. Ya harfimiz fathalik, ya, ha harfimiz sukunlik, yah, ta, mi, lu, ana, yahtamilu. Yozganlarimiz birgalikda o'qiymiz. Men keyin o'chirib qolganini yozaman. Demak, ha, hi, hu, hay, hal, haj, haj, hasan, hasab, hasad, muhsin, mahshar,
منحر محفل أحسن امتحن يمتحن احتمل يحتمل. Demek mana buni yozib olinglar. Demak, kelgan joydan boshlasak. Alif mana uzun so'z. Uzun so'z. Hozir bunga harakat qo'yib birgalikda o'qiymiz. Demak, sin harfimiz sukunlik, ta harfimiz fathalik, istah. Ha harfimiz sukunlik, istah. Sana. Istahsana. Keyingisi mana ya harfimiz fathalik, ya, sin harfimiz sukunlik, yas, ta harfimiz fathalik, yasta, ha harfimiz sukunlik, yastah, sin harfimiz kasralik, yastahsinu. Mana yastahsinu, yastahsinu. Keyingisi alif yozamiz. Hamza kasra, i va ha harfi va ro harfi, va nun va ha va mim harfi. Ana. Demak, ha va ro va nun va ha mim harfi. Ha harfimiz sukunlik, ro harfimiz fathalik, ihro. Nun harfimiz sukunlik, ihron. Jama. Ihron jama. Ihron jama. Keyingisi esa ya harf. Ya harfimiz fathalik, yah. Ha harfimiz sukunlik, yah. Ro harfimiz fathalik, yahro. Jim harfimiz kasralik, yahron ji. Mim harfimiz esa dommalik, yahron jimu. Yahron jimu. Demak, xo va lam va qof harfi. Xo harfimiz fathalik, xo. Lam harfimiz sukunlik, xol. Xo harfimiz esa dommalik, xolqu. Endi esa ha bilan yozamiz. Xuddi shu shaklda. Demak, endi nuqta qo'ymaymiz. Ha harfimiz fathalik, ha. Halqu. Halqu. Bunda xo bor, bu esa ha. Keyingisi mana xo bilan xo va ta va mim harfi. Xo harfimiz fathalik, xo. Ta harfimiz sukunlik, xot. Mim harfimiz esa dommalik, xotmu. Xotmu. Endi esa ha bilan yozamiz shuni. Ha bilan yozdik. Ha harfimiz fathalik, ha. Ta harfimiz sukunlik, hat. Mu. Hatmu. Hatmu. Keyingisi a va ro va xo va mim harfi. Ro harfimiz sukunlik, ar.
Xo harfimiz fathalik, arxo. Mim harfimiz sukunlik. Arxom. Arxom. Keyingisi esa ha bilan yozamiz. Alif, ro, ar, demak ro harfimiz sukunlik. Ar, ham, arham, arham. Demak yozganlarimizni birgalashib o'qiymiz. Demak darsga qaranglar. Istahsana, istahsana, yastahsinu, yastahsinu, ihronjama, ihronjama, yahronjimu. Mana shu yerga xato yozibmiz. Ya. Demak, mana shuni to'g'rilab qo'yasizlar. Yahronjimu, yahronjimu, xalqu, halqu, xotmu, hatmu, arxom, arham. Demak, mana sizlar bilan ha harfini ham tanishib o'tdik. Bugungi darsimiz mana shulardan iborat. Albatta siz ham yozing va yozganingizda ekranda ko'rib turgan elektron pochtasiga yo'llang. Albatta o'z munosabatimizni bildiramiz inshaalloh. Shuning bilan bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.